Shibatarni 2 bosqichda suramiz. Bitta surasiz, yuz shilvagandan keyin yana surasiz. Namlangan yuzga tonalkalar idealni yotadi. Tushundingiz-a? Yog'li emas, namlangan yuzga. Yog'li yuzga shibatir bir bosqichda surasiz. Bu tag'inam yuzlari ancha yaxshi bo'lib qolgani oldin juda ham quruq bo'lardi. Yozdan oqib bormaydimi? Shibatir eritib bormaydi. Yo'q, nabarot. Shibatir geliviy osnovada bo'lgani uchun ham bu umuman eritib bormaydi, tarkibida yog'i yo'q. Yog'i bo'lsa erib tushardi. Lekin embrioliz erib tushadi. Zinar opa, siz pudralarni quritmasdan turib konturing surasiz? Qanaqa qilib qurimasdan ustidagi suv yuvmasdan ishlatish mumkin? Yig'ilib qoladi. A? Komila? Instagramga kirib bering. Har doim sochuv bo'lsin, xo'p? Primoy efirimiz yongan. Nimaga sizda chiqmayapti? Endi chiqadi. Internetimda chiqadi. Hammaga assalomu alaykum qizlar, xayrli va chiroyli kun. Bizada primoy efirimizni yoqdik. Ko'chada probka. Shuning uchun shovqin. Mana. Namlantirib oldim. Ana endi nima qilamiz? Nimaga e'tibor beramiz? Nima deb o'ylaysiz? Oldin ko'zi tegi ko'kargan izni ko'ryapsizmi? Qizimiz aytibdilar-ki, kechasi yaxshi uxlamadim kech kelganim uchun deyaptilar. O'shaning uchun ko'zlarini tegi ko'karib ketgan. Bu hattoki kelinlarimiz bor-ku, siz oldingizga ertaga kelinlar, onalari, yana kimlardir keladigan bo'lsa, ko'zlarini tegi ko'karadi. Chunki to'y arafasida hammada hayajon bo'ladi, uyqu bo'lmaydi. Rahmat primoy uchun debdilar. Sog' bo'ling. Mana nomiga suramiz. Juda ko'p surib olmaysiz. Ko'p surib olsangiz, bularni tem bo'li ko'zlarining tagida marshinkalari bor. O'shalarga to'lib qoladi. Любой консилер to'lib qoladi. Ana endi buni sekin yoyaman. Konsiler to'g'ri tanlashni ko'rsatdimmi kecha? Konsilerni tanlayotganingizda e'tibor berasiz, u suyuq bo'lishi shart. Ko'rdingizmi, sразу yopildi mishoklar. Ko'kargan izlar. Mana. Kim edi boyagi yigit? Anaqa, o'sha payt oldingi payt bitta xotin kist bizalarga zakaz qilib o'sha xotinni jiyani ekan, kebab ketish kerak edi. Juma kuni kelaman dedi o'zi. Okey. Ana endi tonalkalarni aralashtirib tayyorlab olaman. Aralashtirayotganimda har doim birinchi bo'lib suyug'ini solaman. Assalomu alaykum hammaga, xayrli va chiroyli kun qizlar. Ovozim yaxshi eshitilyaptimi? Qo'shib oldim. Ana endi bitta to'qroq tonalkani qo'shaman. Mana. To'qroq, yog'li. Nima uchun? Yuzlari quruq. Tushundingiz-a? Agar yuzlari yog'li bo'lganda, nabarot quruq, matli finish beradigan qorarog'ini qo'shgan bo'lardi. Ana endi buni aralashtiraman. Mana. Ozgina.
aralashtiraman-da. Men zonasini tekshirib olaman. Ko'ryapsizmi? Tekshirib oldim. Demak, bo'yni bilan bir xil bo'ldi. Yuzida mayda sepkilchalari bor, ko'ryapsiz? Visnushkalari bor. Shu sababli ham tonlarini juda ham oppoq qilib yormadim. Agar tonalkani oppoq qilib yorsam, visnushkalari, visnushka o'zbekchada nima edi? Sepkil. Ha, sepkillari ko'karib qoladi. O'sha joylari ko'kimtir bo'lib qoladi. Tushundingizmi? Chunki u to'q, dog' ustiga biz oq narsa qo'yyapmiz va u bir-biri bilan aralashib ko'kimtir bo'lib qoladi. Tushundingizmi? Dinara sizni yuzingiz qanaqa tipga kiradi? Meniki anaqaga issiq rangga kiradi. Men bug'doy rangman. Men oppoq qiz emasman. Onam meni qoravoy derdilar yoshligimda. Qoraro bo'lganman-da. Semirganda odam oqar ekan-ku. Nega seni qora tug'ganman bo'lardilar onam. Shuni bitta o'sha chayib keling. Nima bilan namlantirdik? Shebatir yordamida namlantirdim. Qo'ygan narsangizni nomini aytib keting. Iltimos opa. Assalomu alaykum, yaxshi eshitilyapti debdilar. Primer surmadingizmi? Yo'q, primer surmadim. Nimagaki yuzlari quruq. Yuzlari quruq bo'lgani uchun primerni surmadim. Quruq yuzlarga primer surish shart emas. Juda ham e'tiborli ekanlar. Mana men hozir bitta savol berdilar. Qarang, siz berishingiz kerak bo'lgan savolni hozir menga berdilar. Primer surmadingiz deb Umidaxon. Nima uchun oq primer surmadim? Nima deb o'ylaysiz? Soqirtirib oladi. Yo'q, yuzlari quruq. Primerimiz battar quritib yuboradi-da, ko'chib chiqadi. Yozamiz. Oq primerni juda ham quruq, ko'zlarining tagida marshinkalari bor ayollarimizga mumkin emas. Qizimizning terilari shundoq ham oqib ketmaydi, chunki yuzlari quruq, tonalka yaxshiroq yotadi. Namlantirilgandan keyin. Chunki ochuv po'ralari yo'q. Bu shteyni qayerdan topdi shunda? Sir degan narsangizni nomini aytib keting. Men hozir tonalka surdim. 3 ta tonalkani bir-biriga aralashtirib surdim. Shunaqa holatlar uchun bor bo'lgan bo'lsa kerak deb. Bechora tepaga. O'zi вообще-то anaqada mashinaning orqa tarafida bo'lish kerak, aptechkaning yonida. Ko'rdingizmi? 2 tomchi tonalkamiz butun yuzga bemalol yetdi. Qizimizning chertalari juda ham chiroyli. Yuzchalari kichkinagina, burunchalari normal, qarang. Assalomu alaykum. Ay, joni ketib qolibsiz. Menga. Anaqa qiling, nimada? Gapni, dasmolni, floykani nimalar bor, ortiqcha ishlatmayapkan. Hozir ishlatmayotganimiz. Adela ko'chaga chiqib, qaytib ketib qoldi. Voy. Ne? Voy, ajoyib ekan. Indamasa ketib qolgan shunda? Voy, kim u? Taniymiz-a? Ro'mol emasmidi? Men bilan birga kirdi. Yo'q. Qizlarning boyozimi? O'zim qizlari ular. Chiroyli e'zoz. Mana qanaqa tushdi deb o'ylaysiz tonalkan?
o'zlarini terlarini rangidan qildim. Oppoq qilsam bo'lar edi, lekin nima uchun oppoq qilmadim? Visnushkalarini hisobiga oppoq qilmadim. Visnushkalari bekilmay ko'karib qolgan bo'lardi. Tushundingiz-a? Ana endi men sizga konturingni oson yo'lini o'rgataman. Kecha ko'rsatdim-ku. Bunda yoyayotganingizda chegarasi bilinmaydi-da, oson yoyilib ketadi. Men kechqurun borib yuvmasam bo'ladi, lekin yuzimga rahmat keladi. Tanamga oqmay turadi-da. Agar kechqurun makiyaj yuvmasdan yotsangiz, yuzingiz 10 yilga qaraydi. O'shada shuning uchun yuvaman. Kichkinasi bilan burunni chegarasini pastga qarab tortdim. Tushundingiz-a? Ana endi ochiq konsiler suramiz. Rasmga oldingiz-a ochiq konsilerlarimizni? Ha. Ana endi Umidaxon tonalkalar nomerini bitta-bitta aytolmayman, vaqtim ko'p emas. Cho'zilib ketadi efirimiz. Chunki zaryad kam-kam. Ochiq konsiler yordamida bu mana Fitmidan 06. Men bu joyga bundoq qo'yaman. Buni ko'proq qo'yaman. Nimaga? Yuzga yorqinlik berishim kerak. Agar siz tonalkani to'qroq qo'ysangiz, konsilerni ko'proq qo'yasiz. Ocharadi yuz. Ustidan boshqatdan och tonalka ishlatmang. Yuzi qalin bo'lib ketadi. Mana. Buni rasmga olgansiz. Men bitta bilaman. Qiynalmadingizmi bugun topib kelishga? Ha, yo'q, bugun yaxshi keldi. Mana ko'rdingizmi? O'sha tinchlikdan chiqdingizmi? Metro? O'sha tinchlikdan yaqin. O'sha yerda yaqin ekan. Ersaga qilaman ekan. Tinchlik metroda bizani ishxonagacha bitta ostanovkada. Qarang, yuzlariga yorqinlik berdik, ko'rdingiz-a? Yuzlari mana endi ochardi. Lekin shu bilan birga visnushkalarini, sepkilchalarini berkitdik. Ko'z qosh bo'yagandan keyin yuzni qilsa ham bo'ladimi debdilar. Agar siz ko'z qoshi bo'yab yuzni qilaman desangiz, demak sizni o'zingizga ishonchingiz yo'q. Nimaga? Yuzga tegsam dog' bo'lib qoladi deb o'ylaysiz. Lekin bizani texnikamizda qo'limiz bilan million marta yuzga tegsangiz ham dog' bo'lib qolmaydi. O'shaning uchun ham biz bemalol birinchi yuzni qilib olaveramiz. Oldin ayollarimiz, vizajistlarimiz, ya'ni birinchi bilan ko'z bilan qosh qilib olishardi. Nimagaki tegsam dog' bo'lib qoladi debdi. O'shaning uchun ham hozir uje bizani texnikamiz bilan birinchi yuzni qilib olib million marta qo'lingiz yuzga tegsa ham hech nima qilmaydi. Nima qilib oldim? Yoyib tashladim.
qachondan ishlatadiganingiz efirda ayta olmaysizku hammasini. Shunday ayta olmaysiz. Bu bilasizmi, necha soat vaqt ketadi, har bittasini aytib chiqasiz. Mana. Ana endi nima qilamiz? 3 etap pudradan foydalanib yuzimizni quritib olamiz. Quritayotganimizda birinchi etap pudramizni butun yuzga ishlatamiz. Bu juda ham muhim pudra. Buni hammaga ishlatasiz, yosh u qariga hammasiga ishlatasiz. Ovoz o'chib qoldi debdilar. Voy, nimaga ovoz o'chib qoladi? Endi-chi men teganim yo'q lekin hali. Зарядчиga mog'oli. Zaryadka bo'lsin. Mashina shaqtir. Alo. Alo. Assalomu alaykum. Rahmat, yaxshi. Qaror ham berdim. Xo'p, arzimaydi. Xo'p. Olay qarang. Keldim. Udinni tilab keldim. Telefonimni zaryadga tiqaman. Cho'lqirasa Yarashibdimi? Voy jonim, rahmat. Yosh ko'rsatibdimi? O'zi yoshsiz. Rahmat. Sindoshlarim bilan uchrashuvga borishdan oldin kestiruvdim-da. Sindoshlarim voy, bo'lar ekan-ku deb. Kamila cho'lkam yarashibdi. Voy, tavba. Yarashibdimi? Onamlarga yoqmadi lekin. Yo'q. Qaraganda nima bor edi cho'lkaga deydilar. Siz meni qarib qo'ymaydi-ku. Men hali yoshman desam. Piyozga qilatibdi, sochini tepadan yig'ib. Tepadan tushib ketaverasiz-da. Butun yuzga ishlatilganini sababi ko'rvasiz-ku. Umuman rangi yo'q. Tushundingizda? Qo'yganlar anaqa men oppoq berardim desam, tonni Yo'q, olib bermasa. yo'q, qildingizmi? Quritib berarkan. Bu zo'r quritadi. Quritganda hamchi ajinlarni bildirmasdan quritadi. Yosh katta ayollarimizda xudo xolalarning ko'zini tegi to'la ajin bo'ladi-yu, o'shalarni bundoq qilib kichkina kista olasiz-da, bundoq qilib olib kelib quritasiz. Buni nomeri bo'lmaydi. O'zi rangsiz bo'ladi. Oldingiz rasmga? Ana endi ikkinchi etap pudra. Ikkinchi etap pudramiz bu qizimizga umuman kerak emas. Chunki birorta ham ugrilari yo'q. Ko'rdingizmi? O'shaning uchun sразу 3-etap pudraga o'tamiz. Ana endi 3-etap pudramiz bizda to'kiluvchi pudra. To'kiluvchi pudrani bundoq qilib faqatgina och konsilerlar ishlatilgan zonaga ishlatiladi. Nima uchun? Bu oqartiradi yuzni, ham quritadi. Bu shunaqangi quritadiki, darhol qoqmasangiz, yuzingiz bujmayib qoladi. Butun yuzga ishlatish mumkin emas. Konturingiz hammasi o'chib ketadi. Yuz oqartirganida. Kechgacha tiq etmay turadimi qilola sizda? Shuning uchun yugim kelmaydi. Ertasi kuni yana ishga borsam deyman, yana yuvaman. Bu ishga borasiz-ku, chiroyli bo'lib borarkansiz-da.
Ana endi buni qoqyapman. Qoqyotganimda уже ko'ryapsiz, agar bu yuzda ko'proq qolib ketsa, mundoq bo'lib dog' bo'lib qoladi. Shuncha ko'p qoldirib yormang. Yaqin. Ko'ryaptimi sizlarga ham qo'lim tegyapti, sal uzoqroq qilmasam. Qo'lim tegib ketyapti. Ana. Ana endi yuzga tabiiy qizillik beramiz. Rumyanalar yordamida. Rumyanalarni o'zingiz xohlagan brendnikini ishlataverasiz. Muhim emas. Imенно qimmat bahosini olishingiz kerak deb aytmayman sizga. Qimmat baho bo'lishi shart emas. Rumyanalarning umuman ahamiyati yo'q brendini. Masalan, Dior Backstage ishlatishadi-yu, вообще yoqmaydi menga. Umuman rangi chiqmaydi Backstage. Dior rumyanasi. Hayronman, uni nomi uchun просто pul to'lab qo'yasiz. Qo'yishadi-da. Aqara mashinaga ketgandan keyin gay kelyapti. Mashina qanaqa? Nima deysiz? Bechorani bola. Boyaman deb turuvdi, men kelayotganda qarasam yo'q bo'lib qoldi. Bechora bola turibdi hali. Qarab turibdi ham. Naryoqda. Formasini yechib mashinaga bersa bo'lardi. Ana shu boyadan berdim. Nima qilish bilmayapti menimcha. To'xtatib ekan, yo'q qolib turing ekan. Qarab tursam yaxshiroq ekan, deyotgandir-da. Mana shu etapdan keyin qo'limiz bilan bemalol yuzimizga tegaveramiz. Yuzimizga umuman hech nima bo'lmaydi. Ana shu sababli ham biz ko'zlar bilan bemalol ishlayveramiz. Qo'limiz bunaqa tegsa ham dog' bo'lmagani uchun ham biz siz bilan birinchi bo'lib yuzimizni aniqib olamiz. Bo'ynini ozgina qurtaman. Ana endi qoshlarimizni yaxshilab tozalab olamiz va gel bilan taraymiz. Gelimizni taray qo'yishimizdan oldin qoshimiz toza bo'lishi shart. Bo'lmasam oqarib qoladi. Chunki pudralar teggan-ku. Olamiz. Nomiga mamtga qo'yib olaman. Ko'rdingiz, ichiga botirmayman. İçiga botirsam kir bo'lib ketadi gelli ich. Suyuqroqlargina notga qaraganda. Buchi notga qaraganda plotniyroq. Qo'yiqroq. Qoshni yaxshi ko'tarib beradi. Nima bo'lyapti? Qoshlari zo'r qosh. Umuman bo'yalmaydi bular qoshlar. Shu gelni o'zi ham zo'r ko'tarib beradi. Siz anaqa qilasizmi? Gel surasini qoshingizga? Oldin surardim, hozir surmayman. To'qib olgan biri. Qoshlari bo'ri qosh, uzun. Zo'r qosh. bir yildan beri ishladim, shu to'qib. Har kuni ishlatilgan gel qoshlarni to'qib yuboradi. Chunki qoshi tolasi nafas olmaydi-da. Shuncha to'kilib ketadi. Dam oltirib turish kerak. Bir hafta qilsa, bir hafta dam olish kerak. Fiksatordan. Chiroyga qiziq farqini qiladi.
birinchi qanaqa pudra ishlatdingiz debdilar. Birinchi har bitta pudralarni o'zini har bitta klientga qarab tanlanadi. Hozir men aytganim bilan siz uni borib qila olmaysiz. Chunki u sizga tushmay qolishi mumkin. Ana endi o'zimiz tayyorlagan konsilerimiz bilan qoshlarimizni tagiga cho'tkis beramiz. Oldim. Buni rangi ham ochiqroq to'qroq bo'lishi mijozingizni terisini rangiga qarab qilasiz. Qoravoy qizlarga buni juda ochiq vormang. Qo'shayotgan qorangiz bor-ku, ko'proq bo'lsin. Tegi oqiga nisbatan. Tushundingizmi? Oppoq qizlarda mana shunaqa rang oqroq bo'versin. Shunda ajralib qolmaydi qo'shin. Tegi. Tushundingizmi? Ishlayotgan kistimiz qimmatbaho bo'lishi shart emas. Yozamiz. Kistlar har xil bo'ladi. Birinchisi tabiiy tolali kist. Tabiiy tolali kist bo'ladi. Tabiiy tolali kistlarimiz qimmatroq bo'ladi va ular hayvon tukidan tayyorlanadi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Kanalga sursam yig'ilib qolyapti, nima qilsam bo'ladi? Ko'rmasdan turib aytolmayman. Chunki uni sabablari juda ham ko'p. Balki tegi ba'zasini noto'g'ri tanlayotgandirsiz, balki kanalga noto'g'ri tanlayotgandirsiz. Unda uchun sizni yuzingizni ko'rishim kerak. Живой ko'rishim kerak. Nima deb yozdik? Hayvon tuklaridan tayyorlanadi. Qarang, mana bu naturalniy kist. Hayvon tuklaridan tayyorlangani uchun har bitta tolasini o'zini tishi bo'ladi. Allohning mo'jizasi-da bu hayvonning tukini shunaqa yaratgan. Bu tishchalar quruq massaga botirganingizda, men bu yoqqa olib kelib surguningizcha to'kib yormaydi, ushab turadi. Tushundingizmi? O'shan uchun ham quruq massalar uchun tabiiy tolali kist ishlatiladi, tishlari bo'lgani uchun. Sun'iy kistlarni bular odamlar sun'iy narsalardan, tolalardan yaratgan bo'lgani uchun uni quruq massalarga, ya'ni tengiz tiqsangiz, bu yoqqa kelguncha yarim to'kilib tushadi, chunki silliq. Shuning uchun ham yozamiz tabiiy tolali kistlar faqatgina quruq massalar uchun ishlatiladi. Tenlar, rumyanalar, highlighterlar, barcha quruq narsalar uchun yozing. Tenlar, highlighterlar, rumyanalar, pigmentlar, glitterlar, barcha quruq narsa, pudralar. Uchun ishlatiladi yozdingiz. Ana endi sun'iy tolali kistlarni yozamiz. Sun'iy tolali kistlar yumamiz. Chiziqcha qo'yasiz. Sun'iy tolali kistlar sun'iy tolalardan tayyorlangani uchun ular silliq bo'ladi. Ovozim yaxshi eshitilyaptimi qizlarjonlar? Ular silliq bo'ladi va silliq bo'lgani uchun ham quruq massalarga botirsangiz tushib ketadi hammasi. Ko'zlardagi yoyilib ketadi, bilasizku.
Nima uchun suyuq narsalarga ishlatiladi? Buni tabiiy tolasi yo'q, silliq bo'lgani uchun suyuq massaga botirsangiz, sun'iy kistni sizni yuzingizga bu qaytarib beradi, chunki bu shimib olmaydi. O'shaning uchun ham burlar tonalkalar, suyuq highlighterlar, rumyanalar suyug'i uchun va korrektorlar uchun ishlatiladi. Tushundingizmi? Demak, buni qo'lingizga surganingizda qaytarib beradi. Lekin xudo ko'rsatmasin, tabiiy tolali kistni suyuq massaga botiring, hammasini shimib oladi. Qaytarib bermaydi sizga. Tushundingizmi? Shu sababli ham ishlatiladi. Ovozim bormi? Неужели ovozim yo'q? Gapirsan bo'ladigan vaziyatda. Unaqa emasmi? O'chirib solmaymi? Yo'q. Primoydamizku. Primoyimiz o'chib qoladi. Ana endi aralash kislar bo'ladi. Aralash kislar. Qancha chidolisiz? Aralash kislar nima uchun chiqarilgan bilasizmi? Budjetni qilib chiqarilganda tabiiy tolali kisni olishga bir xillarda sharoiti bo'lmaydi-da. O'shalar uchun bo'lib budjetni variantda chiqarilgan. Ular ham yomon emas. Yomon emas, yaxshi. Yozamiz. Aralash kislar budjetni qilib chiqarilgan. Ularni unga ham, bunga ham ishlata olasizda chunki. Voy, nimaga ovozim yo'q, hayronman. Tegmadi-ku. Mikrofonga chiqmaysizmi? A? Mikrofon. Yo'q, yoqiq. Ana endi nima qilamiz? Ko'zlarni tepasini quritib olamiz boyagi chang yordamida. Changimiz